Xonqa tumanidagi 16-son maktabda faoliyat yuritib, yosh avlodni tarbiyalashda fidoyilik ko'rsatgan ustozlar soni nihoyatda ko'p. Ana shunday ustozlardan biri Qo'ziboy aka Sapayevdir. Qo'ziboy Sapayevni Xonqa tumanida o'z kasbining haqiqiy jonkuyari, fidoyi rahbari sifatida eslashadi. O'z umrini yosh avlodni tarbiyalashga baxshida etgan Qo'ziboy aka 1946-yilda tumanning Navxoz qishlog'ida dunyoga kelgan. Yoshligidan matematika faniga bo'lgan qiziqishi uni o'rta maktabni tamomlagach O'zbekiston Milliy universitetiga yetakladi. U universitetning matematika fakultetida ushbu fanni chuqur egallagach, 1970-1971 yillarda ushbu dargohda faoliyat ko'rsatgan. 1971-yili ona diyori Xorazmga kelgan yosh pedagog qo'shni qishloqdagi Ulug'bek nomli maktabda mehnat faoliyatini boshlagan. 1977-yildan esa Xonqa tumanidagi 16-sonli maktabda yoshlarga ta'lim, tarbiya bera boshlagan. O'z ishiga mas'uliyat bilan yondashuvchi bu fidoyi pedagogni tuman rahbarlari 1984-yilda ushbu maktabga rahbar etib tayinladilar. Qo'ziboy Safayev direktor bo'lgach, qisqa vaqt ichida maktabni zamonaviy bilim dargohlaridan biriga aylantirdi. O'z vazifasini har tomonlama puxta bajarib, qobiliyatli va salohiyatli rahbar ekanligini namoyon qildi. Zamondoshlari uni Qo'ziboy aka doimo kulimsirab turuvchi, yuz ko'zidan nur yog'iladigan, yoqimli qiyofadagi beg'ubor inson edi deb eslashadi. Har bir inson o'zining umrini xayr-saxovatga, ezgulikka, yaxshilikka, savob ishlarga bag'ishlaydi. Qo'ziboy aka ham o'z umrini yosh avlodga ta'lim, tarbiya berishga, xayrli va savobli ish bilan birga ezgu ma'rifat ishiga baxshida etgan zamonamizning haqiqiy fidoyi rahbarlaridan biri edi. Buni biz u o'stirgan, tarbiya bergan nihollarning ulkan daraxt bo'lib, o'z mevalaridan endilikda o'nlagan, yuzlagan yoshlarni bahramand etib, ziyo taratayotganliklaridan bilib olsak ham bo'ladi. Bu fidoyi ustoz xotirasi hali ko'p asrlar yoshlar xotirasida abadiy saqlanadi.